Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Shayba. Bugun sizlarga eshak mugizidan qandoq ayrilib qolgan degan mazmunni o'qib beraman. Eshak mugizidan qandoq ayrilib qolgan? Burunqi zamonda eshakmi xuddi qilinkidek qattiq, yo'g'on mungizi bor ekan. U ashu bir jup mungizga toyib hammalar yerda zo'ravonlik qildi ekan. Bo'zakni bo'zak etib ojiz uşaqlarga zodila kun bermaydigan. U ko'ranlab uchirganni ustida yaqin kelganni tepadigan. Ishi ishlamay ishlamay tishlaydigan. Ishlakni eshakni qo'shna Kolum qo'shna yar Burayderli uning mundoq o'rgatmikka zodila chidab turolmay hayvonot podshohining oldiga azr qilib beribdi. Podshoh eshakni chaqirtib kelib, hey, sharmanda, Bir dakika. beshig'niki bu. Hala ilgileniyorum. Kişi listende Çakır adı. Hey, her Hey şermende, başındaki bu gözünü sana közünü düşmenden korktusun da bergen. Emdi onundan faydalanıp öz dostun, öz dostlarınlarga kolun koşuna acizlarga kön vermeydigan buldumu? Deptu ve gazaplanıp onun iki möngüzeni şu yerde yulup tartıptı. İşek möngüzeden ebedi ayrılıptı. Şunundan başlayıp adet, adetteki hayvanlardan mı korkutağan bulup kaptı. Xudoyim bilib eshakka bermagan degan gap shuningdan qolgan ekan.